Mumtahina surasi Madinada nozil bo'lgan. Jami 13 oyat. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey mo'minlar, mening dushmanimni va sizlarning dushmaninglarni do'st tutmanglar. Ular sizlarga kelgan haqiqatni, ya'ni islomni, Qur'onni inkor qilgan tursa, ularga do'stlik yetkizsizlar. Ular Parvardigoringlar Allohga iymon etqininglar uchun payg'ambarni va sizlarni yurtinglardan haydab chiqardi. Agar sizlar mening yo'limda jihad qilib va roziliqimni tilab chiqqan bo'lsanglar, u chaqda mening dushmanimni va sizlarning dushmaninglarni do'st tutmanglar. Sizlar ularga yo'shirun do'stlik yetkizsizlar. Men sizlar yo'shirgan va oshkorlagan narsalarni bilib turman. Kimki shundoq qiladi ekan, ya'ni ularni do'st tutib, ularga payg'ambarning xabarlarini yetkazadi ekan, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozg'on bo'ladi. Agar ular sizlarni yangsa, sizlarga dushman bo'ladi. Sizlarga ziyonkashlik qiladi, sizlarni tillaydi. Sizlarning murtad bo'lishinglarni orzu qiladi. Qiyomat kuni sizlarning tuqqanlaringlar va avlodlaringlar sizlarga hech foyda yetkazolmaydi. Allah aranglarni ayirib etadi. Ya'ni sizlar jannatda bo'lsanglar, ular kuffarlarning qatorida do'zaxda bo'ladi. Allah sizlarning qilayotgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. İbrahim va uning bilan birga bo'lgan mo'minlar sizlarga haqiqatan obdan namunadir. Öz vaqtida ular qavmiga haqiqatan biz sizlardan va sizlar Allohni qo'yib ibodat qilayotganlaringlardan judomiz. Bizning oramizdagi adovat va o'shmanlik toki sizlar yolg'iz bir Allohga iymon etqininglarga qadar abadiy saqlanib qoladi dedi. Lekin İbrahimning otasiga aytgan, albatta sana mag'firat tilayman. Allohning azobidan hech narsani sendan dafi qila olmayman degan so'zini sizlarning namuna qilishinglarga bo'lmaydi. İbrahim va uning bilan birga bo'lgan mo'minlar aytdi: Parvardigorimiz, sana tavakkul qildik, sana qaytdik. Oxir qaytadigan joy sening dargohingdir. Parvardigorimiz, kafirlarni bizga ziyonkashlik qilish imkoniyatiga ega qilmag'in. Ular bizga hukmron bo'lib, bizni ko'targili bo'lmaydigan azob bilan dinimizdan chiqarmasin. Parvardigorimiz, bizga mag'firat qilg'in. Sen haqiqatan g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uchisan. Ey Muhammadning ummati, İbrahim va uningga agashgan mo'minlar sizlarga Allohni va oxirat kunini umid qildiganlarga yaxshi namunadir. Kimki iymondan yuz o'raydi ekan, bilsinki Allah uningdan va undaqlardan behojatdir. Allah madiyaga loyiqdir. Balkim Allah sizlar bilan sizlar o'sh ko'rdigan odamlar orasida do'stlik paydo qiladi. Allah har narsaga qodirdir. Allah nahayeti mag'firat qilg'uchidir, nahayeti mehribondir. Kuffarlardan sizlar bilan urush qilmagan va sizlarni yurtinglardan haydab chiqarmaganlarga kelsak, Allah ularga yaxshilik qilishinglardan, ularga adil bo'lishinglardan sizlarni to'smaydi. Shubhisizki Allah adillarni do'st tutadi. Allah din uchun sizlar bilan urushgan, sizlarni yurtinglardan haydab chiqargan va sizlarni haydab chiqarishga yordamlashganlarni do'st tutishinglardan sizlarni to'sidi. Kimki ularni do'st tutadi ekan, ular zolimlardir. Ey mo'minlar, sizlarga mo'min ayollar hijrat qilib kelsa, ularni sinab ko'ringlar. Ularning iymonini Allah obdan biladi. Agar ularni sinig'andan keyin haqiqiy mo'mina deb tunisanglar, ularni kafirlarga qaytirib bermanglar. Ular kafirlarga halol emas. Kafirlarmi ularga halol emas. Kafir erlarning ularga bergan mehrini qaytirib beringlar. Ularning mehrlarini berib nikoyinglarga olsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Kafir ayollarni amringlarda saqlamanglar. Ularga bergan mehringlarni talab qilinglar.
Kafirlarmı hicret qilib kelgan mo'min ayollariga bergan mehrlarni talab qilsin. Allah'ның hükmü ana shu. Allah aranglarda hüküm chiqaradi. Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Agar sizlarning ba'zi ayollaringlar kofirlar tarafga o'tib ketsa, kofirlar bilan urushib g'animat olgan vaqtinglarda ayollari kofirlarga kirib ketgan kishilarga g'animatdan ularning bergan mahrining miqdorini beringlar. Ya'ni musulmonlardan birining ayoli kuffarlar tarafga qochib ketsa, sizlar kuffarlar bilan urushib olgan g'animat moldan mazkur ayolning eriga mahri miqdori mol beringlar. Sizlar o'zinglar ishongan Allohdan qo'rqinglar. Ey payg'ambar, mo'min ayollar sana kelib, Allohga hech narsani sherik keltirmaslikka, o'g'irlik qilmaslikka, zina qilmaslikka, bolalarni jahiliyat davridagidek qiz bolalarni nomusdan yoki kambag'allikdan qo'rqib o'ltirmaslikka, boshqalarning bolasini yolg'ondan erlarning bolasi qilib olmaslikka, sen buyurgan yaxshi ishlardan bosh tortmaslikqa bayat qilsa, ya'ni yuqorqi shartlar asosida va'da bersa, ularning bayitini qabul qilgin. Ular uchun Allohdan mag'firat tiligin. Allah haqiqatan nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Ey mo'minlar, Allah g'azab qilgan qavmni do'st tutmanglar. Ular oxiratning savobidan qabrlarda yotgan kuffarlar umidini uzgandek haqiqatan umidini uzdi.